Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumizning mavzusi umum amaliyot shifokorini tayyorlash tizimida gigiyena fanining o'rni va ahamiyati. Bugungi mavzumiz quyidagi reja asosida olib boriladi. Gigiyena fani, uning maqsadi va vazifalari va gigiyenaga doir zamonaviy muammolar haqida to'xtalib o'tamiz. Umum amaliyot shifokori uchun gigiyena fani ahamiyati haqida ham axborot beramiz. Shuningdek, atrof muhit haqida tushuncha berib, gigiyenik me'yorlashtirish va nomuvofiq omillar ta'sirining oqibatlarini oldidan bashorat qilishning gigiyenik asoslari haqida to'xtalamiz. Shuningdek, qisqacha gigiyena fanining rivojlanish tarixi haqida ham ma'lumotlar beramiz. Har qanday davlatning sog'liqni saqlash tizimining asosiy vazifalariga aholi sog'lig'ini saqlash va mustahkamlash, aholi kasallanishining oldini olish, shuningdek, faol yillar va umrni uzaytirish kabi vazifalar kiradi. Bunday ulkan vazifalarni hal etish nafaqat davolash sohasidagi shifokorlarning ishi bo'lmay, balki uning profilaktik yo'nalishiga ham taalluqlidir. Shuning uchun sog'liqni saqlash tizimidagi profilaktik yo'nalish uning asosiy prinsipi bo'lishi kerak. Insonlarning salomatligi ko'p jihatdan uning o'ziga, ba'zi jihatlari esa mana shu davlatning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlariga, aholiga ko'rsatiladigan tibbiy xizmatning darajasiga, shuningdek, milliy daromaddan sog'liqni saqlashga ajratiladigan mablag' miqdoriga ham bog'liq bo'ladi. O'z o'rnida aholining salomatligi ham shu davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Aholi salomatligining yuqori darajada bo'lishi sog'liqni saqlash tizimining oqilona tashkil etilishiga, shu davlatdagi tibbiyot fanining yanada gullab rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Aholining salomatligini belgilovchi ko'rsatkichlar haqida ma'lumot berishimizdan avval salomatlikning o'zi nima degan savolga javob beramiz. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining ta'rifiga ko'ra, salomatlik bu nafaqat kasalliklarning yo'qligi, balki jismoniy, ruhiy va ijtimoiy barkamollikdir. Aholi salomatlik ko'rsatkichlari qatoriga tug'ilish va o'lim darajasi, jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari, kasallanish darajasi, aholining umr ko'rish davomiyligi va boshqalar kiradi. Bu ko'rsatkichlarning miqdori va tabiati birinchi navbatda yashash sharoitlari, mehnat qilish sharoiti, atrof muhitning holatlari bilan belgilanadi. Inson uchun atrof muhit parametrlarining eng muvofiq darajalarini yaratish masalalari bilan esa gigiyena fani shug'ullanadi. Aholining salomatligining shakllanishida ichki endogen, tashqi eksogen omillarning ta'siri bor. Ichki omillar tibbiy biologik omillar bo'lib, ularni boshqarib bo'lmaydi. Bular qatoriga irsiyat, kishining yoshi, jinsi, ba'zi hollarda ruhiy emotsional holat kiradi. Eksogen omillar, bular sanitar-gigiyenik, epidemiologik, ijtimoiy va hokazo omillar kiradi. Tashqi omillarning ba'zilarini boshqarsak bo'ladi, ba'zilarini esa qisman boshqarish mumkin. Ular qatoriga tabiiy iqlim sharoitlari, endemik sharoit, ekologik sharoit, epidemiologik ko'rsatkichlar kiradi. Ijtimoiy omillarga moddiy ta'minlanganlik, ovqatlanishning tashkil etilishi, tibbiy xizmat darajasi, hayot tarzi, kasbi kirib, ularni boshqarish iloji bo'ladi. Gigiyena fani mustaqil fan bo'lib, odam organizmiga atrof muhitdagi omillarning ta'sirini o'rganib, olingan natijalar asosida aholi uchun eng muvofiq yashash, mehnat qilish sharoitlarini, ovqatlanish tartibini, suv ta'minoti, turar joy bilan ta'minlanganlik masalalarini ishlab chiqadi. Bu masalalarga erishish uchun gigiyena o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi. Atrof muhit omillarini o'rganish va ularni odam organizmi uchun ta'sir etish xususiyatlarini aniqlash, ularga sifat va miqdoriy jihatdan ta'riflab berish. Olingan natijalar asosida odam organizmi uchun befarq bo'lgan
va uzoq muddat davomida ta'sir etganda ham zararli ta'sir ko'rsatmaydigan gigiyenik me'yorlar va reglamentlarni ishlab chiqilgan me'yorlar va reglamentlarni hayotga tatbiq qilish va ularning bajarilishini nazorat qilish. Hozirgi sharoitda gigiyenaning asosiy muammolari quyidagilardan iborat. Birinchidan, zamonaviy atrof muhitdagi o'zgarib turuvchi omillarni aniqlash va ularga gigiyenik baho berish. Ular uchun gigiyenik me'yorlarni ishlab chiqarish. Aholini ovqatlanishini muvofiqlashtirish. Aholi yashash joylarida yashash sharoitlarini muvofiqlashtirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish. Hozirgi sharoitni hisobga olib, mehnat sharoitini sog'lomlashtirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish. Bolalar va o'smirlarni o'qitish va tarbiyalash sharoitlarini muvofiqlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqarish. Keyingisi, yuqumsiz bo'lgan eng muhim kasalliklarning birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi profilaktikasi bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqishdan iborat. Atrof muhit deganda insonni o'rab turgan borliq va uning tarkibiga kiruvchi atmosfera havosi, suv muhiti, tuproq muhiti, oziq-ovqat mahsulotlari hamda ishlab chiqarish va insonlarning xo'jalik faoliyatlari kuzatiladigan va inson organizmiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan gigiyenik omillarning majmuasi tushuniladi. Atrof muhitning asosiy obyektlari qatoriga havo, suv, tuproq, oziq-ovqat mahsulotlari, mehnat va turmush sharoitlari, bolalar va o'smirlarning tarbiyalash va o'qitish sharoitlari hisoblanadi. Bu obyektlarning har biri uchun u yoki bu xususiyatlar xosdir. Shuning uchun bu omillarni quyidagi guruhlarga bo'lish joizdir. Atrof muhitning fizikaviy omillari, kimyoviy omillari, biologik va ijtimoiy omillari. Atrof muhitning fizikaviy omillariga havo muhitining harorati, namligi, harakat tezligi, atmosfera bosimi, shovqin, tebranish, havoning changlanganligi, turli tabiatga ega bo'lgan nurlanishlar, elektromagnit to'lqinlar va boshqalar kiradi. Atrof muhitdagi ko'pgina fizikaviy omillar tabiiy hisoblanib, ayrim sharoitlarda insonning hayoti va faoliyati uchun juda zarurdir. Qolgan omillar esa sun'iy kelib chiqish tabiatiga ega bo'lgan. Ularga lazer nurlari, o'ta yuqori chastotadagi elektr maydonlar kiradi. Ular ham inson organizmi uchun ta'siri bor, lekin ular zaruriy emas. Xoh tabiiy, xoh sun'iy tabiatga ega bo'lgan fizikaviy omillar ayrim sharoitlarda va darajalarda organizm uchun zararli ta'sir etish xususiyatiga ega. Natijada esa inson organizmida patologik holatlar kelib chiqishi mumkin. Insonni o'rab turgan hamma muhitda kimyoviy omillarning majmuasi mavjuddir. Ular havo, suv, tuproq, oziq-ovqat mahsulotlari tarkibiga kiradi. Inson organizmi bilan atrof muhitning birligi tashqi muhit obyektlarining tabiiy kimyoviy tarkibiga hamda odam organizmi o'rtasidagi munosabati va muvozanat bilan bog'liqdir. Shuning uchun atrof muhit obyektlaridagi u yoki bu kimyoviy elementning yuqori yoki past darajalarda bo'lishi odam organizmida ham o'z aksini topadi. Ayniqsa, atrof muhit obyektlarida sun'iy tarzda hosil bo'lgan kimyoviy birikmalar inson organizmi uchun begona bo'lib, ularning miqdorlari ruxsat etiladigan miqdorlardan oshib ketganda organizmda zaharlanishlar holati kelib chiqishi mumkin. Biologik omillar guruhiga bizni o'rab turgan muhitdagi turli tabiatga ega bo'lgan makro va mikroorganizmlar, viruslar, zamburug'lar, gelmentlar yoki ularning ishlab chiqargan mahsulotlarni kiritish mumkin. Atrof muhitda bo'ladigan ayrim turdagi mikroorganizmlar ijobiy rol o'ynaydi, chunki ular suv, tuproq muhitining o'z-o'zidan tozalanish jarayonlarida ishtirok etadi va ayrim turdagi mikroorganizmlar esa ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda keng ko'lamda foydalanadi. Mikroblar, viruslar, zamburug'larning atrof muhit obyektlarida muntazam ravishda bo'lishi
gigiyenik nuqtai nazardan nomuvofiq hisoblanadi. Atrof muhitdagi ijtimoiy gigiyenik omillar. Bu omillar qatoriga insonlarning mehnat qilish, dam olish, kundalik turmush sharoitlari, aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish darajalari kabilar kiradi. Ijtimoiy omillar o'zining tarkibi bo'yicha juda murakkab bo'lib, ularning tabiati va optimallik darajasi eng avval ayrim bir davlatning ijtimoiy iqtisodiy sharoitlariga bog'liqdir. Keltirilgan omillar odam organizmiga ta'sirini o'rganib, gigiyena fani boshqa fanlar bilan ham yaqin aloqada bo'ladi. Jumladan fiziologiya, toksikologiya, kimyo, fizika, klinik fanlar kiradi. Atrof muhitda keltirilgan omillar juda ham ko'p va ularning tabiati bo'yicha turli ta'sirga ega bo'lgani uchun gigiyena me'yor va reglamentlarni ishlab chiqadi. Gigiyenik me'yor bu atrof muhitdagi u yoki bu omilning organizm uchun eng optimal miqdoriy ta'rifidir. U yoki bu omilning organizmga ruxsat etilgan ta'sir chegarasiga gigiyenik reglament deyiladi. Atrof muhitdagi u yoki bu omil uchun gigiyenik me'yor yoki reglament bilan asoslangan so'zli talabning ta'rifiga gigiyenik sanitar qoidalar deb ataladi. Gigiyenik me'yorlar qatoriga ovqatlanishning fiziologik me'yorlari, suv iste'moli me'yori, yoritilganlik darajasining me'yorlari, mikroiqlim parametrlari misol bo'lsa, gigiyenik reglamentlarga ruxsat etilgan konsentratsiya, ruxsat etilgan daraja yoki doza, moddaning taxminiy xavfsizlik darajasi, ruxsat etilgan taxminiy darajalar kiritiladi. Sanitar qoida va me'yorlar, uslubiy tavsiyalar yoki ko'rsatmalar, instruktiv xatlar esa sanitar me'yorlar qatoriga kiradi. Tibbiy profilaktika yo'nalishidagi vrachlar uchun gigiyenik bilimlar uning mehnat faoliyatini asosini tashkil etadi. Shu bilan birga, davolovchi vrach uchun ham gigiyenik bilimlar uning faoliyati uchun mutlaqo zarurdir. Umum amaliyot shifokori qishloq oilaviy poliklinikasidami yoki shahar vrachlik punktidami yoki boshqa ko'rinishdagi davolash muassasalarida ishlashdan qat'iy nazar, o'zining kundalik faoliyatida keng ma'noda gigiyenaga doir masalalarga duch keladi. Bunga asos bo'ladigan misollar ko'p. Masalan, bemordan anamnez to'plash. U faqatgina bemor organizmiga kasallik belgilarini aniqlash degan tushunchani bermaydi, balki shu kasallikning kelib chiqishiga sabab bo'lgan omillarni aniqlash demakdir. Gigiyenik bilimlarga ega bo'lmagan vrach ayniqsa kasbiga oid kasalliklarga umuman to'g'ri tashxis qo'ya olmaydi. Bemor uchun zarur bo'lgan davolovchi himoyalovchi tartibni o'rnata olmaydi. Kasalxona ichi infeksiyasini oldini olishga yo'naltirilgan tadbirlarni ta'minlay olmaydi. Shuningdek, gigiyenaga oid bilimlar bemorlarning ovqatlanishini to'g'ri tashkil qilishda, tibbiyot xodimlari uchun eng muvofiq mehnat sharoitlarini yaratish, ular organizmini nomuvofiq omillardan himoyalash uchun, bolalar va o'smirlarning salomatligini tibbiy nazorat qilishni takomillashtirishda juda zarurdir. Shuningdek, gigiyenik bilimlar umum amaliyot shifokorining turli ishlab chiqarish korxonalaridagi ishchilarda kasalliklar kelib chiqishini oldini olish, aholiga sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha chora-tadbirlar o'tkazish, yuqumli va yuqumsiz kasalliklar profilaktikasi bo'yicha ishlarni tashkil qilish uchun hamda qurolli kuchlarda harbiy vrach sifatida faoliyat olib borishda juda ham muhim o'rin egallaydi. Umum amaliyot shifokori nimalarni bilish kerak? Birinchidan, salomatlik va sog'lom hayot tarzi tushunchasiga ega bo'lish kerak. Ikkinchidan, ishlab chiqarish muhitidagi zararli omillar haqida tushunchaga ega bo'lish kerak. Radiatsion fon va inson organizmi uning ta'siri haqida tushunchaga ega bo'lish kerak. Iqlim sharoiti va iqlim sharoitining inson organizmiga ta'siri haqida tushunchaga ega bo'lish kerak. Shuningdek, ichimlik suvining sifati va ichimlik suvining inson organizmi ta'siri haqida tushunchaga ega bo'lish kerak. Atmosfera havosining gigiyenik ahamiyati, o'sib kelayotgan avlodni o'qitish va tabiat sharoitlariga bo'lgan gigiyenik talablarga
talablar haqida tushunchaga ega bo'lish kerak. Shuningdek, ratsional ovqatlanishni tashkil etish tushunchalariga ega bo'lish kerak. Mana shularga ega bo'lgandagina o'z faoliyatida to'g'ri tashxis qo'yishi, to'g'ri davo choralarini, to'g'ri profilaktik choralarini amalga oshirishi mumkin. Gigiyena fani juda uzoq va serqirra rivojlanish yo'lini bosib o'tgan. Qadimgi va o'rta asrlarda gigiyena shaxsiy gigiyenaga doir ayrim elementlar haqidagi qoidalarga ega bo'lib, u asosan turmush tajribalariga asoslangan holda yuzaga kelgan. Ijtimoiy yo'nalishga ega bo'lgan biron bir gigiyenik tadbirlar umuman bo'lgan emas. Gigiyenik bilimlarga doir barcha elementlar faqatgina shaxsiy gigiyenaga taalluqli bo'lib, badanni tozaligi, turar joy orasidaligi, ovqatlanish tartibiga rioya qilish, badanni chiniqtiruvchi muolajalarni bajarish kabilar bilan bajarilgan. Feodalizmning rivojlanish davrida Yevropada barcha fanlarning inqirozga yuz tutganligiga guvoh bo'lganmiz. O'rta asrlardagi diniy aqidalar gigiyenaga doir qoidalar va ko'nikmalardan voz kechishga olib kelgan. Natijada Yevropada o'lat, vabo, mahov, sifilis kabi dahshatli kasalliklar hukmronlik qilgan va bu davrda insonlarning o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 20-30 yilni tashkil etgan. Gigiyena fanining rivojlanishiga 10-11 asrlarda yashab ijod qilgan yirik mutafakkir olim Abu Ali ibn Sino o'zining tib qonunlari risolasida turar joy gigiyenasi, kiyim bosh gigiyenasi, ovqatlanish gigiyenasi, bolalarning gigiyenik tarbiyalash masalalariga katta e'tibor qaratgan bo'lib, bu bilimlar hozirgi kunda ham o'z mavqeini yo'qotgan emas. Rossiyada gigiyenaning predmet sifatida rivojlanishida Mudrov, Dobroslavin, Erismanlarning xizmatlari alohida o'rin egallaydi. Shu bilan birga 18-19 asrlarda klinisist vrachlar ham gigiyena faniga alohida e'tibor qaratganlar. Pirogovning aytgan so'zlariga e'tibor beraylik. Men gigiyenaga ishonaman. Kelajakdagi tibbiyot profilaktik tibbiyotga taalluqli bo'lib qoladigan. Shu davrdagi rus vrachlar jamiyatining raisi Botkinning fikriga ko'ra, sog'lomlashtirishga oid chuqur g'oya kundan kunga e'tiborli bo'lib bormoqda. Sog'lomlashtirish haqidagi fikr shartlarimiz kanalizatsiya, chiqindilarni asidinizatsiyasi, ya'ni zararsizlantirish, kasalliklarning tarqalishida markaz kundan kunga aniqlashib bormoqda degan edi. Mashhurligi bilan tanilgan terapevt Zaxarin 1873-yilida o'zining Moskva universitetida so'zlagan nutqida shunday degan edi: ommaning xastaliklar bilan g'olibona kurash olib boruvchi faqatgina gigiyena fani bo'lishi mumkin. Shuning uchun kasallik va uni davolash usullarini bilgandan ko'ra gigiyenik bilimlardan muvofiq bo'lishimiz zarurdir degan. Gigiyena sohasida muntazam ravishda ilmiy tekshiruvlarni olib borish Rossiya universitetlari qoshida tibbiyot fakultetlarida gigiyena kafedralarining ochilishi bilan bog'lanib kelgan. Birinchi gigiyena kafedrasi Dobroslavin tomonidan Peterburgdagi Harbiy tibbiy jarrohlik akademiyasida 1871-yilda ochilgan. Dobroslavin Rossiyada birinchi bo'lib gigiyena fanini fan sifatida alohida ajratib chiqarib, ilmiy tajribalarga tayangan holda buni namoyon etgan. 1882-yilda gigiyena kafedrasi Moskva universitetidan tashkil etib, uning tashkilotchisi Erisman hisoblanadi. Erisman Moskvada birinchi shahar sanitariya epidemiologiya stansiyasini tashkil etgan va bu stansiyada laboratoriya tekshirishlarni keng ko'lamda olib borgan olim hisoblanadi. Bizning mustaqil respublikamizda gigiyena fanining taraqqiyoti Toshkent tibbiyot akademiyasi tarkibida tashkil topgan gigiyenik kafedralarning faoliyati bilan chambarchas bog'lanib ketgandir. O'zbekistondagi tibbiyot institutlarining barcha gigiyenik kafedralarining asosi bo'lib, 1920-yilda tashkil topgan O'rta Osiyo davlat universiteti qoshida tashkil etilgan umumiy gigiyena yoki ilgari nomi bilan eksperimental gigiyena kafedrasi hisoblanadi. 1920-1950-yillar davomida gigiyenik kafedralar tashkil etildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi Sanitariya, gigiyena va kasb kasalliklari ilmiy tadqiqot instituti yaratildi. Sanitar-epid xizmati shakllandi. 90-yilga qadar yaratilgan faoliyatda yana takomillashuv kuzatildi. 1990-2009 yillarda 2-Toshkent davlat tibbiyot instituti, so'ngra Toshkent tibbiyot akademiyasi tarkibidagi sanitar-gigiyenik, hozirgi kunda tibbiy profilaktika fakulteti tashkil etilib va O'zbekiston Respublikasida sanitar epidemiologik xizmatlar qayta tashkil etilmoqda. Endi umumiy gigiyena kafedrasiga rahbarlik qilgan mudirlar haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Dastlab 1920-yildan kafedraga Pinegin Grigoriy Nikolayevich rahbarlik qilgan. U rahbarlik qilgan davrda aholiga suv tarqatish tarmoqlari, chiqindi suvlardan tozalash, qattiq chiqindilarni yoqish kabi usullarni tatbiq etgan. Pinegindan keyin kafedraga Bautin Semyon Dmitrovich rahbarlik qilgan. Bautin kafedraning ilmiy ishlarini ijtimoiy gigiyen yo'nalishlar kiritgan bo'lib, u respublikamizda ayrim qishloq va viloyatlar aholi yashash joylariga ilmiy ekspeditsiyalar uyushtirgan va Samarqand viloyat hududidagi Zarbulok stansiyasi atrofidagi aholining yashash va turmush sharoitlarini o'rgangan. U o'z davrida Georgiyskiy degan olim bilan faoliyat ko'rsatib, keyinchalik professor lavozimiga ko'tarilib, epidemiologiya kafedrasiga rahbarlik qilgan. 1937-yildan boshlab kafedraga Petrova Mariya Anatolyevna rahbarlik qilgan. Bu davrda uning rahbarligida kafedraning ilmiy ishlariga ancha jadallik kiritilgan. Jumladan, ijtimoiy sohada ilmiy ishlar avj olgan. Shu davrda bu yo'nalish gigiyenaning ijtimoiy gigiyena fani bilan mujassamlashgani bilan dalolat beradi. Ikkinchi jahon urushi yillarida ko'pgina markaziy shaharlardagi ilmiy tekshirish va o'qitish institutlaridagi olimlar mamlakat ichkarisiga, xususan O'rta Osiyo davlatlariga evakuatsiya qilinganligi sababli Toshkent davlat tibbiyot instituti umumiy gigiyena kafedrasiga mudirlik qilishni Leningraddan kelgan professor Moiseyev Salomon Vladimirovich zimmasiga yuklatilgan. U 1941-44 yillar davomida kafedraga rahbarlik qilgan va kafedraning ilmiy yo'nalishi sanitar-texnik ko'rinishga qaratilgan. 1944-yildan kafedraga rahbarlik qilish Babajonov Sattor Nazimovich zimmasiga yuklatilgan. U kafedraga 20 yildan ortiq mudirlik qilgan. U O'zbekistonda gelmentologiya maktabining asoschisi hisoblanadi. 1967-70 yillar davomida kafedraga mudirlik qilish Sobiq Ittifoq Fanlar akademiyasining muxbir a'zosi, tibbiyot fanlari doktori professor Zahidov Abdulla Zahidovichga yuklatilgan. Olim tomonidan atrof muhitning tibbiyotga oid tomonlari bo'yicha ilmiy tekshirish ishlarining maxsus maktabi shakllantirilgan. 1977-yildan kafedraga mudirlik qilish professor Tajribayeva Neyla Saliyevna zimmasiga yuklatilgan. Professor Tajribayeva Neyla Saliyevna ilmiy ishning yo'nalishini suv va suv havzasining sanitar muhofazasiga yo'naltirgan. 1990-yilda Toshkent davlat tibbiyot instituti ikki tarkibiy qismga bo'lingandan so'ng 2-Toshkent davlat tibbiyot instituti qoshidagi umumiy va radiatsion gigiyena kafedrasiga mudirlik qilish tibbiyot fanlari doktori professor Panamaryova Lyudmila Aleksandrovnaga yuklatilgan. Professor Lyudmila Aleksandra Panamaryova rahbarlik qilgan davrda atrof muhitni omillarining aholining turli qatlamlariga ta'siri va kasalliklarning rivojlanish oldini olish bo'yicha masalalar bilan ilmiy ishlarni rivojlantirgan. Panamaryova rahbarligida Rustamov Ibrohim, Zokirova Dilorom, Abduqadirova Lola, Atanyaza Roshana, Sadulayeva Xosiyat, Ahmadaliyeva Nigora, Inagamova validalar ilmiy ishlarni muvaffaqiyatli himoya qilishgan. 2012-yildan boshlab kafedrani tibbiyot fanlari doktori Salomova Feruza Ibodullayevna boshqarib kelmoqda. Toshkent tibbiyot akademiyasi rektorining 2017-yil 23-maydagi 310 byuroga asosan kafedra atrof muhit gigiyenasi nomi bilan yuritila boshlandi. Hozirgi kunda kafedrada
13 nafar professor o'qituvchi faoliyat olib borib, ularning 1 nafari tibbiyot fanlari doktori, 3 nafari tibbiyot fanlari nomzodi dotsentlar, 2 nafari tibbiyot fanlari nomzodlari hisoblanadi. Atrof muhit gigiyena kafedrasi 2016-yildan boshlab Koreya universiteti bilan hamkorlik aloqasini olib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 5-maydagi 2951 sonli 2017-18 o'quv yilida O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish to'g'risidagi qaroriga asosan 2017-18 o'quv yilidan boshlab atrof muhit gigiyena kafedrasida Koreya universiteti bilan hamkorlikdagi atrof muhit va inson salomatligi magistratura yo'nalishi bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashni amalga oshirmoqda. Toshkent tibbiyot akademiyasi professor o'qituvchilarining Koreya universiteti professor o'qituvchilari bilan hamkorligi quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirmoqda. Koreya universiteti professor o'qituvchilarining bakalavriatura va magistratura talabalariga o'quv jarayoniga jalb etish. Ikkinchi yo'nalish atrof muhit gigiyena kafedrasi professor o'qituvchilarining Koreya universitetiga malaka oshirish va stajirovka yuborilishi. Uchinchidan, Koreya universiteti bilan hamkorlikdagi dastur asosida atrof muhit va inson salomatligi magistratura yo'nalishida talabalarni, mutaxassislarni tayyorlash va ilmiy tadqiqot ishlarini hamkorlikda olib borish va shu hamkorlik natijasida olingan natijalarni xalqaro konferensiyalarda muhokama qilish. Toshkent tibbiyot akademiyasi atrof muhit gigiyena kafedrasi professor o'qituvchilari Koreya universiteti tashrif davomida Koreya universitetining o'quv jarayoni bilan tanishdi. Shuningdek, laboratoriya jarayonlarini o'rganishdi. Professor o'qituvchilarimiz Koreyada tashkil etilgan konferensiyalarda o'z dokladlari bilan ishtirok etishdi. Shuningdek, bir qancha yo'nalishdagi ishlab chiqarish korxonalariga tashrif buyurib, ishlab chiqarish jarayoni, ishchilar salomatligini muhofaza qilish, shuningdek, atrof muhit muhofazalariga oid tajriba bilan tanishdi. Toshkent tibbiyot akademiyasi atrof muhit gigiyena kafedrasi Koreya universiteti bilan hamkorlikda xalqaro konferensiyalar tashkil etdi. Tashkil etilgan xalqaro konferensiyalarda Toshkent tibbiyot akademiyasi professor o'qituvchilar bilan bir qatorda yosh olimlar, magistratura bosqich talabalari o'z ilmiy ish natijalarini muhokama qilishdi va natijalar asosida to'plamlar chop etildi. Toshkent tibbiyot akademiyasi va Koreya universitetining hamkorligining eng muhim natijalaridan biri bu akademiya va Koreya universiteti hamkorligida tashkil etilgan ilmiy tadqiqot markazidir. Ilmiy tadqiqot markazi atrof muhit omillariga miqdoriy ham va sifatiy baho beradigan zamonaviy laborator asbob-uskunalar bilan jihozlangan. Hozirgi kunda ilmiy tadqiqot markazida talabalarga ta'lim berish bilan bir qatorda yosh olimlar, magistratura bosqichi talabalari o'zlarining ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirmoqda. Sizlarni ham ilmiy tadqiqot markazimizda kutib qolamiz. Shunday qilib, biz sizlar uchun bugungi ma'ruzamizda atrof muhitga doir asosiy tushunchalar haqida ta'rif berdik. Bu ma'lumotlar sizning ongingizda gigiyena fani haqida tushunchaning shakllanishiga yordam beradi. Bundan tashqari, siz gigiyena fanining maqsadi, vazifalari haqida tushunchaga ega bo'ldingiz hamda shifokor uchun gigiyena fanining naqadar zaruriyligi haqida qisqacha ma'lumotlar ega bo'ldingiz. Olingan ma'lumotlaringiz esa sizning kelajakdagi mehnat faoliyatingizga yordam beradi degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.